Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugungi darsimiz shaxsan men uchun juda ham muhim bo'lgan dars. Bugun bo'lib o'tadigan ochiq darsga bir necha hafta tayyorgarlik ko'rdim. Butun e'tiborimni, kuchimni tashlab, butun loyihalarimni kechiktirib, xoh islom moliyasi marafonimiz bo'lsin yoki arab tili kursimiz bo'lsin, u bo'lsin, hammasini kechiktirib, aynan bugun bo'ladigan ushbu darsga qattiq tayyorgarlik ko'rdim. Hazaka mehnat qilmadik, chunki yilda bir marotaba bo'ladigan juda ham muhim dars, ochiq dars hisoblanadi men uchun bu dars. Bugungi darsimiz kimlar uchun azizlar? Farzandini diniy bilim olishini, farzandini ilm yo'lidan ketishini, farzandni qori bo'lishini istagan ota-onalar bor. Madrasaga topshirdim, afsuski imtihondan o'ta olmadim. Va bu birinchi marotaba emas, ikkinchi yoki uchinchi marta topshirdi. Farzand o'ta olmayapti, umri ham 19-20 ga qarab ketyapti. Ana o'sha ota-onalar uchun. Yana diniy bilim olishni istagan yoshlar uchun. Vatanimizda alhamdulillah yo'q emas, bor madrasalar, lekin oz, yetmaydi. Hujra yo'q, xususiy diniy ta'lim yo'q. Islom akademiyasi bo'lsa bittagina xolos. Madrasaga topshirdi va kira olmadi. Endi bu qadrdonimiz uchun aynan mana shu imkon kutilgan imkondir. Chet elda diniy bilim olishni istaydiganlar uchun, vatanda o'qiy olmagandan keyin yoki bo'lmasa men arab ustozlarda o'qiyman, mutaxassis ustozlarda o'qiyman, madrasaga kirmoqchi emasman, mahadga, islom akademiyasiga kirmoqchiman, to'g'ri xorijda o'qimoqchiman deb yurgan ukalarimiz soni oz emas. Chunki xorijda o'qib kelgan domlalarimizni, ustozlarimizni ko'ryapti va ularning ilmiy salohiyatini, saviyasini qanaqangi baland ekanligini ko'ryapti-da, hayotini shu yo'nalishga qo'ymoqchi, xorijda ilm olib, doktorantura uchun vatanga qaytib o'qimoqchi. Ana shu ukalarimiz uchun. Va eng so'nggisi O'zbekiston madrasalariga kira olmagan ukalarimiz uchun. Bir qalamning sinishi bu hayotning sinishi degani emas. Balki bitta uzun qalamni sindiradigan bo'lsangiz, endi kichikroq bo'lsa ham ikkita qalam bo'ldi degani. Bu shunga o'xshab madrasaga kira olmadim degani bo'ldi. Shu bilan men madrasaga qaytib kira olmayman degani emas. Diniy ilmni davom ettira olmayman degani emas. Aynan siz uchun ushbu darsimizdir. Bugungi darsimizni oxirigacha o'qisangiz, oxirigacha ochiq darsimizga qatnashsangiz, nimalarni qo'lga kiritasiz? Turkiyada qanday qilib rasmiy va xavfsiz ravishda diniy bilim o'rganish haqida aniq qadamlarning ketma-ketligini bilib olasiz. Grant yutib o'qish mumkinligini ham, stipendiya olib o'qish mumkinligini ham va hatto Turkiyaga viza biletingizgacha olib beradigan grantlar bor. Shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Keling, o'zim haqimda qisqacha aytib bersam, men Muhammad Odil Hamid. 86-yil Qo'qon shahrida tug'ilganman. Qo'qonda, so'ngra Toshkentda, so'ngra Hindistonda, so'ngra Turkiyada o'qiganman. Bakalavr, magistr, doktorantura yo'nalishlarida 10 yoki undan ziyod mamlakatda ilmiy, ijodiy safarlarda bo'lganman. Istanbulda joylashgan Imom Buxoriy xalqaro Dorul Ulumi, ya'ni akademiyasining asoschisiman. O'zbekistonda joylashgan Saidalar nomidagi akademiya asoschisiman. Mana shu ikkita akademiyada O'zbekistonimizda opa-singillarimizni, qizlarimizni ilm olishlari uchun, Istanbulda bo'lsa Imom Buxoriyda yigitlarimizni ilm olishlari uchun qo'limizdan kelganicha xizmat qilib kelmoqdamiz. Dunyo ulamolaridan Hazrat Arshad Madaniy, Hazrat Avvoma, Hazrat Muhammad Amin Siroj Kavsariy, Hazrat Adi Qaradoy, Hazrat Usmon kabi zotlardan ilm olish, ulardan ijoza olish, dars berish uchun ulardan ijoza hosil qilish nasib qilgan va quyida ushbu ijozalarimni sizlarga havola ko'rsatmoqdaman. Diniy ilmlarni olish farzi ayn. Diniy ilm ikki qismga bo'linadi: farzi kifoya va farzi ayn. Namoz, ro'za, zakot, iymon, axloq, Rasulullohni tanish kabi, Alloh taoloni tanish kabi har bir mu'min musulmon bilishi shart bo'lgan ilmlar bor. Bu ilmlarni farzi ayn deymiz. Buni olish shart. Butun dunyo qarshilik qilsa ham, hamma qarshi chiqsa ham, lekin Alloh taolo sizga ol dedimi, olishingiz lozim va lobud bo'ladi. Undan ziyodasi bo'lsa farzi kifoya. Otangizning roziligi, onangizning roziligi lozim va sizning qarshingizda vojib bo'lgan amal, farz bo'lgan amal turganda uni tashlab farzi kifoya bo'lgan ilmni olishingiz nojoiz bo'ladi. Diniy bilimlarni olish, islom ilmlarini o'rganish faqatgina domlalarga, mudarrislarga tegishli bo'lgan emas ekan, balki har bir mu'min musulmon o'rganishi kerak ekan. Asosiy mavzuga to'xtalaylik. Yoshlarimiz yaxshilab eshitsin. Yo'lovchi xaritasiz qolsa, yo'lini yo'qotib qo'yadi. Misol tariqasida diniy bilim insonning hayotidagi bir xarita, navigatsiyaga o'xshaydi. Xaritasiz yo'lga chiqqan odam qayerga ketayotganini bilmaganda, dinga, ilm bilan yondashmagan odam ham hayot yo'lini yo'qotib qo'yadi, adashadi. Maqsadi Allohning roziligiga borish, lekin qo'lda xaritasi yo'q. U inson qanaqa qilib mana ko'chaga kirib ko'raychi, mana yo'lga kirib ko'raychi, mana joyga borib ko'raychi deydi ilmsizlik bilan va adashib noto'g'ri yo'lga kirib qoladi. Telefoningizda GPS ishlamay qolsa, notanish joyda qolishingiz aniq.
Diniy bilim insonning hayotidagi GPSga, navigatsiyaga o'xshaydi. Qaysi tomonga burilishni, qaysi yo'ldan yurishni, qachon burilishni, qachon burilmaslik kerakligini hammasini ko'rsatib turadi. Shu darajada muhim. Agar bino mustahkam poydevor ustiga qurilmasa, u zilzilada emas, yo'ldan o'tadigan mashinalarning zirillatishi bilan qulab tushadi. Iymon ham ilm poydevoriga qurilishi kerak. Poydevorsiz bino birinchi zilzilada qulagani kabi ilmga asoslanmagan e'tiqod ham birinchi sinovda qulaydi. Ey Allohim, senga meni balam kerakmidi? Meni jonimni olsang bo'lmasmidi? degan ayollar iymoni ilm poydevori ustiga qurilmagan bo'ladi. Ey Xudo, meni rizqimni shuncha tor qilganing yetmaganidek, endi bolamni ham oldingmi? Senga meni bolamdan boshqaning bolasiga ehtiyojing yo'qmidi? Boshqaning bolasini olsang bo'lmasmidi? Meni jonimni olsang bo'lmasmidi degan otaning iymoni ilm ustiga qurilmagan. Mana shunday e'tiqod insonning iymoniga zarar beradigan e'tiqod. Ilm insonning hayotida zulmatga botgan hayotida uni yorug'qa olib chiqadigan nurdir. Nursiz odam xatoga tezda uchraydi. Xo'p, Turkiyada o'qishga kelmoqchi bo'lgan talabalar qiladigan eng ko'p 3 ta xato bor. Faqat reklama va tashqi ko'rinishga qarab o'qish tanlashadi. Zohirga qarashadi. Vaholanki ilm zohir emas. Ovqatiga qarashadi. Siz bu yerga ilm olgani kelyapsiz. Siz bu yerda ilm olaman deb kelyapsiz. Qorin to'yg'izaman deb kelmayapsiz. Yotoqxonasidagi karavatiga qarashadi, matrasiga qarashadi. Reklamaga, tashqi narsaga qaramang. Men doim aytaman, natija ko'rsating. Bitiruvchilarni ko'rsa, nima qilyapti bitiruvchilar? Mana shuncha bitiruvchi bo'lgan, shu yerda dars beryapti, shu yerda ilmiy ish qilyapti, shu yerda magistratura o'qiyapti, doktoranturada o'qiyapti, yoki bo'lmasam kitob tarjima qilyapti, shu ishlarni qilyapti. Mana natija. Ikkinchisi, huquqiy va diniy ruxsatnomalarni tekshirmasdan kirish. Falon madrasa bor ekan, bepulga o'qitar ekan. Juda yaxshi. Men aytaman, yo'q, bepulga emas, hattoki pul berib o'qitadigan noqonuniy madrasalar bor. Lekin farzandingiz o'sha yerga qadam bosib kirgandan keyin bo'ldi. Kelajagida falon joyning o'quvchisi degan tamg'a bosiladi. Uchinchisi, bu juda ham muhim azizlar. O'qituvchilar malakasi, ilmiy yo'nalishi. O'qituvchilar mutaxassis olimlarmi? O'zini sohasi hech yo'qsa 5 yillik mutaxassislik o'qigan, hech yo'qsa 5 yillik dars bergan, hech yo'qsa 5 yil shu sohani, shu yo'nalishni 5 yil yo'lida yurganmi? Musulmon kishiga ilm olish fazilati, buni yaxshi bilib olishimiz kerak azizlar. Alloh subhanahu va taolo bizni o'qishga buyurgan. Shunchaki o'qishga emas, duch kelgan narsani o'qishga emas. Bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning nomi bilan o'qishga buyurgan. Bu nima degani? Harom narsani o'qishga ruxsat yo'q degani. Nojoiz narsani o'qishga ruxsat yo'q degani. Bu dunyoyingizga ham oxiratingizga ham foydasi tegmaydigan narsani o'qishga ruxsat yo'q degani. Ilmning fazilati shu darajada balandki, biladiganlar bilmaydiganlar teng bo'lurmi dedi. Aslo teng bo'la olmaydi. Teng bo'lishi mumkin emas ularni. Chunki Alloh taoloning olim bandalarigina haqiqiy qo'rqadilar. Va Alloh taolo ularga darajalarni berib qo'ygan. Rasululloh aytadilar, olimlar payg'ambarlarning merosxo'ridir. Ular na dinor va na dirham meros qilib qoldiradilar. Ular ilmnigina meros qilib qoldiradilar. Tolibi ilm bo'lsa, Rasulullohning merosining talabgoridir. Shu tufayli ham tolibi ilm bir ko'chadan o'tsa, Alloh taolo u ko'chadan 40 kun azobni ko'tarar ekan, baloni ko'tarar ekan deyshadi. Tolibi ilm bir ko'chaga kiradigan bo'lsa, farishtalar hurmatidan tik turishar ekan. Farishtalar qanotlarini yozar ekan. Farishtalar oyog'iga tikon kirmasin deb qanotlarini oyoq ostiga qo'yar ekan. Tolibi ilm shu darajada maqomda bo'ladigan bo'lsa, bundan oliy bir maqom bo'lishi mumkinmi? Bu dunyodagi maqomi shu bo'lsa, oxiratdagi maqomi naqadar baland. Qori bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni shafaat haqqi beradi. Alloh taolo unga o'qib ko'tarildi. O'qib eng so'nggi o'qigan oyat uning jannatdagi darajasi bo'ladi. Endi bu qori otasini, onasini boshiga qorlik tojini kiygizadi. Ilmning fazilati haqida soatlab gapirsak bo'ladi. Lekin farzandni o'qitmayotgan ota-onalar yaxshilab eshitib olishlari kerak. Eng katta ajr, mukofot aynan sizlarniki. Siz asli farzandingizni o'qitayotgan bo'lasiz? Yo'q, men aytaman yo'q. Siz birinchi o'rinda o'zingizni o'qityapsiz. Birinchi o'rinda o'zingizning oxiratingiz uchun yaxshilik qilayotgan bo'lasiz. Chunki siz vafot topib ketganingizdan keyin farzandingizdan paydo bo'ladigan, dunyoga keladigan farzandlari, evara, nevara, chevara, shogirdlari, kitoblari, ma'ruzlar hammasidan hosil bo'ladigan ajr, savob, mukofotning hammasi sizning nomai amalingizga birortasi ham qoldirilmasdan yoziladi. Alloh taolo har bir millatga bir ne'mat bergan. Savol tug'iladi. Bu millatning, o'zbek millatining ravnaqi nima bilan bo'ladi? Bu millatning ravnaqi din ilmi bilangina bo'ladi. Chunki bu millatning din ilmiga talanti bor. ITda emas, ingliz tilida emas, gastrobayterlikda emas, paxta ekishda emas. Ularni qilmasin demayapman. Bu millatga Alloh taolo din ilmini, talantini bergan. Din ilmiga kirgani borki, haqiqatda eng cho'qqiga chiqqan tarixda.
farzandni diniy ilm olsa kelajakda tirikchiligi qanday bo'ladi deyishadi. Diniy sohada ham rasmiy karyera qurish mumkinmi? Xavfsiz, qonuniy, nufuzli ta'lim olishni qanday yo'llari bor deyishadi. Albatta karyera qilsa bo'ladi. Bakalavr, undan keyin magistr, undan keyin doktoranturada o'qishi, ilmiy tadqiqot markazlarida yoki universitetda yoki bo'lmasa xususiy universitetlarda yoki davlat universitetlarida dars berib, izzat bilan, hurmat bilan yashashi, xalqaro konferensiyalarda qatnashib, sizni haqqingizga rahmatlar olib kelishi mumkin. Diniy sohada ham karyera bor, lekin sharti shuki, rasmiy yo'ldan ketish kerak. Rasmiy yo'ldan ketadigan bo'lsa, siz orzu qilgan cho'qqiga chiqa oladi. Uning uchun xavfsiz, qonuniy va nufuzli oliy ta'lim dargohida o'qish kerak. Men sizga inshaalloh ularning ismlarini birma-bir aytib beraman. Hatto qandoq grant bilan o'qish, qandoq stipendiya olib o'qish, ular haqida ham to'liq ma'lumot inshaalloh beraman. Farzandning ota-onasiga eng yaxshi mukofoti u farzandning qori bo'lishi, olim bo'lishi. Otasiga mashina olib berishi, uy olib berishi, otasiga rahmat olib berishi mumkin, lekin qori bo'lib, olim bo'lib, bu dunyoda ham yuzini yoriq qilishi, oxiratda ham yuzini yoriq qilishi farzandning ota-onasiga qiladigan eng katta yaxshiligidir. Bundan katta yaxshilik yo'q. Farzandni o'qitmagan ota-ona ikki dunyoda afsus qiladi. Bu dunyoda bolasining rohatini ko'rmaydi, oxiratda savobidan bebahra qoladi. Shuni yaxshi bilib qo'yinglar. Chunki farzandi Robbini tanimasa, ota-onasini taniydi deb o'ylaysizmi? Farzandni o'qitish sadaqa-i joriyaning eng kattasidir. Uzunmaydigan sadaqa-i joriya. Ilm olgan talaba ota-onasiga eng katta yaxshilik qilgan bo'ladi. Otasining boshiga, onasining boshiga toj kiygizgan bo'ladi. Ularning haqlariga sadaqa-i joriya bo'ladi. Ularga doim rahmat olib beradi. Buni rasmiy yo'li bormi? Qonuniy yo'li bormi? Albatta bor. Imom Buxoriy akademiyasida o'qiyotgan talabalarimning o'qiydigan universitetlari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Turkiyadagi eng nufuzli universitetlar: Istanbul universiteti 1000 talikka kiradi. Marmara universiteti, bu ham eng kuchli universitetlardan. Karabuk universiteti, Turkiyadagi eng ko'p xorijlik talabalar o'qiydi. Kastamonu universiteti, Yalova universiteti, Istanbulga eng yaqin davlatning kuchli universiteti, Sabahattin Zaym universiteti. Bu universitet xususiy universitet, lekin islom moliyasi yo'nalishi bo'yicha birinchi ochilgan universitetlardan hisoblanadi. Fatih Sulton Mehmet Vakf universiteti. Bu shaxsan o'zim bakalavr, o'zim magistr doktorantura o'qigan universitetim. Talabalarimning ham aksari shu universitetda grant asosida o'qishgan universitet. Kırıkkale universiteti, bu ham Istanbulga yaqin. Ibn Haldun universiteti. Eng ko'p magistr va doktoranturada o'qiyotgan, grant olgan talabalarim aynan Ibn Haldun universitetida o'qishadi. Xuddi Fatih Sulton Mehmet universitetida, Marmara universiteti kabi. Tekirdağ universiteti, bu ham Istanbulga yaqin. Hattoki bu universitetning eng katta hadis ustozi mening ilmiy rahbarim hisoblanadi. Anadolu universiteti. Endi eng hayajonlik ma'lumot, Turkiyada ham stipendiya olib, ham grant bilan o'qish mumkin. Albatta mumkin. Turkiyada Diyanat burslari degan burs bor. Diyanat burslarida islomiy ilmlar yo'nalishida sizga stipendiya beriladi, sizga grant beriladi, viza beriladi va hatto biletgacha olib beriladi. Yotoq bilan, oziq-ovqat bilan, sharoit bilan sizni to'liq ta'minlanadi. Bu Turkiya musulmonlar diniy idorasining granti hisoblanadi. Va yana faqatgina bu stipendiya emas, bundan tashqari boshqa stipendiya ham bor. Bu stipendiya yana ham mashhur, eng katta stipendiya hisoblanadi. U ham bo'lsa YTB. Bu grant ham xuddi shundoq, qaysi yo'nalishda o'qishingizdan qat'iy nazar islomiy ilmlar bo'lishi shart emas. Islom moliyasi bo'lishi mumkin, arab tili bo'lishi mumkin, hatto iqtisod bo'lishi mumkin, boshqa yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Sizga grant beradi universitetdan nomidan, sizga stipendiya beradi. $400 gacha har oy stipendiya olasiz. Sizni yotoq bilan ham ta'minlaydi, yotoqxona bilan ham ta'minlaydi. Agar uylanmagan bo'lsangiz, albatta sizga bilet ham olib beradi. Bordi-keldi bilet ham. Hattoki kasal bo'lsangiz, sizga bepul davolanish sharoiti uchun soliq sug'urtasigacha olib beradi va o'qish to'liq bepul bo'ladi va 1 yil turk tilini bilmayman desangiz 1 yil turk tilida tayyorgarlik ko'rish imkonigacha bor. Azizlar, Imom Buxoriyning xususiyati nimada desangiz, Imom Buxoriy sizni yuqorida zikr qilingan universitetlarga kirishingiz uchun qo'llab-quvvatlaydi. Olib kirish uchun qo'ldan kelgan hamma yordamni beradi, olib kiradi kerak bo'lsa. Hamda sizni yotoq bilan ta'minlaydi, universitet bilan ta'minlaydi, oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Kuchlik mutaxassis bo'lgan arab ustozlar, turk ustozlar, universitetning ustozlari sizga universitetdan tashqarida dars berib, malakangizni yana ham oshiradi. Qaysi yo'nalishlarda o'qisam bo'ladi deysiz? Tafsir yo'nalishida, hadis yo'nalishida, fiqh yo'nalishida, aqida yo'nalishida, fiqh usuli, islom tarixi, din psixologiyasi, islom moliyasi, islom iqtisodi, arab tili, siyrat kabi yo'nalishlarda o'qishingiz ham mumkin. Yo'q,
Men zamonaviy yo'nalishda o'qiyman desangiz, xo'p, IT bo'lsin, sun'iy intellekt bo'lsin, psixologiya bo'lsin, diplomatiya bo'lsin, muhandislik, arxitektura yoki iqtisod yoki moliya farqi yo'q. Zamonaviy yo'nalishda ham o'qisangiz, albatta buning imkoni, sharoiti bor. Turkiyada ilm olishni xohlaganlar uchun bizning ajoyib yangiligimiz bor. Turkiyada joylashgan Al-Buxoriy akademiyasi 2026-2027 o'quv yili uchun qabul eshiklarini ochadi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz chet elda o'qishni orzu qiladi, ammo tilni bilmaydi, turar joy yo'q, hujjatlar yoki ishonchli muhit yo'qligi uchun afsuski safar qila olishmaydi. Shu sababli ham biz ilm o'rganishni istagan yurtdoshlarimiz uchun qulay imkon yaratishni maqsad qilganmiz. 13 yildan beri alhamdulillah xizmat qilib kelmoqdamiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bizning maqsadimiz ilm olishni istagan yoshlarga Turkiyada xavfsiz, sifatli va shar'iy talablarga mos ta'lim olish imkonini berishdir. Hammasi qonuniy, hammasi rasmiy, hammasi aynan siz xohlagandek shaklda. Natijalarimiz to'xtaladigan bo'lsak, alhamdulillah, Fatih Sulton Mehmet universitetini bakalavrini tugatib magistraturaga kirgan ukalarimiz va $26,000 grant yutgan Muhammad Nur, $26,000 grant yutgan Jamoliddin ukamizni, 29,000 grant yutgan Qamariddin qori akamizni yoki xalqaro hofizlik diplomini, qorilik diplomini qo'lga kiritgan Salohiddin ukamizni natijalarini ko'rib turibsiz. Azizlar, akademiyamiz to'lov asosida va quyidagi imkoniyatlarni o'z ichiga olgan holatda bo'ladi. Sizga albatta grant beramiz, lekin grantimiz qancha bo'ladi? Avvalo, biz sizga til kurslarini, arab tili va turk tili kursini beramiz. Arab tilida ham mutaxassis bo'lgan, turk tilida ham mutaxassis bo'lgan arab ustozdan, arab ustozdan, turk ustozlardan o'rganasiz. Boshlang'ich ta'limni universitetga kirish uchun kerak bo'ladigan darslarni biz sizga taqdim qilamiz. 3 mahal issiq taom bilan ta'minlaymiz va sizni xavfsiz, sanitariyaga javob beradigan, yer qimirlashigacha javob beradigan darajada davlat nazoratidan o'tgan rasmiy turar joyda, yotoqxona bilan, joy bilan ta'minlaymiz. Oylik hisob-kitobimizni aytdik. Bir talabaning bir oylik xarajati bizning eng oxirgi hisob-kitobimiz $750 ga tushgan edi. U o'z ichiga nimani olgan? O'quv kontraktini, arab tili kursini, turk tili kursini, kitob va darsliklarni, 24 soat nazoratlik yotoqxonani, 3 mahal taomni, shifoxonadan 50% gacha chegirmalik foydalanishni, shularning hammasini o'z ichiga olgan holatda $750 gacha to'g'ri kelgan edi. Lekin biz ilm talabidagi haqiqiy sodiq bo'lgan, haqiqiy ilmga tashna bo'lgan tolibi ilmlarimiz uchun 66% lik chegirma e'lon qildik. Ya'ni 3dan 2sini biz, 3dan 1ini siz to'lang. Oylik to'lovni $250 ga tushirdik. Ya'ni kuniga bor yo'g'i $8 dan tushadi degan. Talabalarimiz quyidagilar bilan mutlaqo bepul ta'minlanadi. Birinchi, stipendiya va moddiy rag'batlantirish bilan. Umra sayohatiga viza bilan, kitob va darsliklar bilan, shaxsiy rivojlanish va foydali kurslar bilan, dunyoning eng kuchli 1000 talikka kiradigan universitetlarga kirish imkoni bilan, dunyoning eng nufuzli universitetlarida bakalavr, magistr va hatto doktoranturada o'qish imkoni bilan ta'minlanadi. To'lov ichiga nimalarni keladi? Hammasini o'z ichiga olgan holatda $250 xolos. Bir oyga $250 dan, kuniga bo'lsa $8 dan tushadi xolos. Akademiyamiz uchun joylar soni chegaralangan, o'quvchilarni suhbat asosidagina qabul qilamiz azizlar. Endi savol shu. To'lovni qandoq qilamiz? To'lov hamma universitetlarda, hamma ta'lim dargohlarida o'qishni boshlashdan oldin to'liq to'laysiz. To'g'rimi? Lekin biz sizga 2 ga bo'lib berish imkonini qilamiz. Akademiyamizning qabul shartlari bor azizlar. Qabul sharti nima? Universitet darajasida bo'lgani uchun maktabni bitirgan bo'lishi shart. Birinchisi, ikkinchisi ota-ona rozi bo'lishi shart. Uchinchisi, biz og'zaki imtihon qilamiz. Birinchi imtihonimiz og'zaki imtihon. Agar og'zaki imtihondan to'liq o'tsagina, keyingi imtihonlarni shaxsan o'zi, keyingisini davomini shaxsan o'ziga tushuntiramiz azizlar. Hop, 100% grant bor alhamdulillah. Madrasani bitirgan bo'lsangiz, O'zbekiston madrasalarini muvaffaqiyatli bitirgan bo'lsangiz yoki O'zbekistondagi ma'hadni muvaffaqiyatli bitirgan bo'lsangiz, O'zbekistondagi Islom akademiyasini yoki Islomshunos akademiyani muvaffaqiyatli bitirgan bo'lsangiz, biz sizga 100% grant beramiz. Otasi vafot qilgan yetim, qori va tolibi ilmlarga ham mana shundoq yetim bo'lgan tolibi ilmlarimizga ham 100% grant asosida o'qitamiz. O'qish bepul bo'ladi, taomi bepul bo'ladi, yotoqxonasi bepul bo'ladi, lekin sharti shu, kelib bir oy o'qib ketadi degani emas yoki 3 oyga kelib o'qib ketmaymiz. O'quv yilini oxirigacha o'qish sharti bilan. Azizlar, ro'yxatdan o'tish uchun Telegramda Dorulum qabul profilimizga Imom Buxoriy akademiyasi degan botga yozasiz. Botga yozganingizdan keyin startni bossangiz, assalomu alaykum rahmatulloh, ismingizni yozing deylar, ismingizni yozasiz. Orqasidan telefon raqamingizni plus kodi bilan yozasiz. +998 deb kodi bilan yozasiz va sizga
bizning 4 ta bo'limimiz chiqadi. Qur'on yodlash yoki bo'lmasam arab tili at-tanal yoki bo'lmasam islom moliyasi va fatvo ixtisosi yoki hadis sharif va tahqiq ixtisosi fakulteti qaysi birida o'qimoqchi bo'lsangiz o'shani tanlaysiz. O'shani tanlaganingizdan keyin sizga guruhga qo'shilish uchun link yuboramiz. O'sha linkni ustiga bosasiz va biz sizga 72 soat ichida aloqaga chiqamiz. Qabul bor yo'g'i 1 haftagina davom etadi. Ushbu 1 hafta davomida ro'yxatdan o'tgan o'quvchilarimizga 66% grant asosida ta'lim olishlariga sharoit qilib beramiz. Va so'nggi ogohlantirish, biz hech kimga karta tashlab bermaymiz, biz hech kimdan pul so'ramaymiz, hech kim bizdan admin nomidan sizga karta yubormaydi. Kim shunaqangi qiladigan bo'lsa bloklang va uni shikoyat qiling. Allohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va amanillah.